Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi, Sherif aka? Rahmat. Komissiya a'zolari to'liq bo'lsa, vaqtdan foydalanib suhbatni boshlasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum. To'liq. Shaxsiy zapis bosilgan. Bosib Yaxshi, tanishtirib bo'ling. Boshlang. Sizlar to'g'rilarda kameraga tushishga kerak, chunki shu to'g'ri odamman. Qanday odamman u? Odamsiz. Darsga tushishingiz kerak. Yana bitta bola turibdi. Tezroq kirsin. Mayli, keyin kiradi. Pastga tushganini boshlayveramiz hozir. Assalomu alaykum, hurmatli nomzodlar. Bugungi talaba komissiya raisi hamda komissiyalar bilan tanishtirib o'taman. Talaba komissiya raisi Ijtimoiy himoya agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ahmedov Muhammadovlar hamda talaba komissiya a'zolari Axborot tahlil sho'basi mudiri Rahmonov Dilshod aka hamda katta yoshliklar va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan ishlash sho'basi mudiri Shodiyev Farhon aka qatnashadi. Shuningdek, suhbatimizni bu orqali davlat xizmatini rivojlantirish media agentligi Toshkent viloyati filiali suhbatimiz bo'lib o'tadi. Konvertda bitta biletimiz bor. Bittasi kelib ochib bersa, konvertimizni boshlaymiz. Ochib berasiz? To'g'risi. Hurmatli nomzodlar, komissiya a'zolariga biletlarga e'tiroziga bo'lmasa, boshlaymiz suhbatimizni. Yo'q, hech kimga e'tiroz chiqtirishda lavozim bo'yicha bitirib chiqamiz. Yaxshi o'lalardan boshlaymiz. Takror ikki bo'lsin. Mirzayev Lobar. Demak, birinchi lavozimimiz Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi katta yoshliklar va ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan suhbatlashish mutaxassisi lavozimiga Mirzayev Lobar O'ktam qizi. Bilet bor. To'g'ri. Savollarni o'qiysiz. Bilganingizga javob berib ketasiz, bilmaganingizga keyin savolga o'tib ketaverasiz. 34-bilet. Birinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida prokurorlarga nimalar taqiqlangan? Ikkinchi savol. Qanday hollarda murojaat rad qilinadi? Uchinchi savol. Vazirlar Mahkamasining 654-sonli qaroriga ko'ra qanday holatlarda rasmiy nikoh mavjud bo'lsa-da turmush o'rtog'i oila tarkibiga kiritilmaydi? To'rtinchi savol. Mobil guruh tarkibiga kimlar kiradi? Beshinchisi, vasiylik nima? Boshlaylik. Boshlaylik. Beshinchi savoldan boshlaymiz. Vasiylik nima? Vasiylik voyaga yetmagan bolalarga nisbatan 14 yoshgacha bo'lgan, 0 yoshdan boshlab 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga vasiylik tayinlanadi. 14 yoshdan yuqori bo'lganlarga, aynan voyaga yetmaganlar bo'yicha 14-18 yoshlarga homiylik tayinlanadi. Katta yoshlar bo'yicha vasiylik emas, homiylik tayinlanadi. Ularda qachonki birinchi va ikkinchi guruh nogironligi aynan ruhiy kasalliklar bo'yicha ro'yxatga olingan bo'lsa, ularga homiylik tarixda belgilanadi. Vasiylikni ikkita turi shu, vasiylik va homiylik bo'yicha.
vasiylikka olinadi. Vasiylikka kimlar olinadi? Ota-onasidan mahrum bo'lganlar, chin yetimlar yoki ota-onasi chet davlatga ishlashga ketgan fuqarolar yaqin qarindoshlariga vasiylik sifatida notarial tasdiq orqali tasdiqlab tashlab ketishlari mumkin. Vasiylik orqali berib ketishlari mumkin. Shular vasiylikka. Vasiyga qo'yiladigan talablar. Vasiyga qo'yiladigan talablar, vasiy asosan Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan bolalarni himoya qilish sho'basi mudiri va yetakchi mutaxassisi orqali borib, uning faoliyati to'g'ri yashash sharoiti o'rganiladi. Ijtimoiy xodim ham ishtirok etadi, bevosita Inson markazi direktori ham ishtirok etish huquqiga ega. Borib, uning yashash sharoiti har bir odam uchun ajratilgan xonalarning parametrlari bo'yicha o'lchovlarga mos kelishi nazarda tutiladi, ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, u oilada sog'lom muhit rivojlanganligi va medosmotr tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan bo'lishi kerak, vasiy albatta. Va oila a'zolari ham. Notarial tasdiq orqali u qonuniy hujjatga aylantiriladi. Bundan tashqari, vasiylikka olgan fuqaroga vasiylik nafaqasi ham tayinlanishi mumkin. Keyingi savol. Mana bu savolga anaqa tushunmay turibman. Qanday hollarda murojaat rad qilinadi deganda nima nazarda tutilgan shunda? Murojaat. Markazga kelgan fuqaro, Ha. markazga kelgan fuqaroni, demak, qanday holatlarda murojaat rad qilinadi? Demak, fuqaro agar Murojaat. Kelmasdan ham murojaat qilish mumkin. onlayn murojaat qilish. Murojaat rad etiladi. Endi murojaatni ham turlari ko'pda, shunga xullas. Qanday holatda Murojaat misol uchun aytaylik, bolalar nafaqasi bo'yicha agar murojaat onlayn yoki offlayn tarzda amalga oshiriladigan bo'lsa, oddiy bitta misol, MyGov orqali onlayn ham topshirish mumkin arizani, ijtimoiy xodim yoki markaz operatori yordamida murojaatni topshirish mumkin bo'ladi. Agar uni parametrlari to'g'ri kelmasa, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobardan ko'p bo'lgan daromadga ega bo'lsa yoki o'z hisobida uy-joy va avtomashinasi bo'lsa va bundan tashqari moliyaviy ahvoli mahalliy beshlik tomonidan yaxshi deb tasdiqlanadigan bo'lsa, bunda bolalar nafaqasi rad etiladi. Murojaat shu tartibda rad etiladi agar nafaqa bo'yicha. Bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobardan ko'pligi u integratsiya qilingan-ku. Siz bitta vasiy deyapsiz, hozir umumiy murojaat tushdi. Qanday hollarda rad ko'rmasdan turib rad qilish. ko'rmasdan turib rad Rad qilinadi? qilinmaydi ko'rmasdan turib. Qanday? Yo'q, murojaat turidan kelib chiqib aytyapman-da hozir. Shunga qanday hollarda murojaat savoliga sal tushunmadim ekan. Yuridik va ijtimoiy shaxslar to'g'risida qonun bor. Shu qonunning moddasi ko'rsatilgan. Men talon qilgan murojaatlar shu nimaga to'g'ri keladiganlar ko'rilmasdan qoldiriladigan joyi bor. Faoliyatdan kelib chiqqan holatda agar fuqaro ruhiy holatdan nogironligi bo'lsa yoki nogironlik belgilangan yoki belgilanmagan taqdirda ham ruhiy holati yaxshi bo'lmasa, murojaat qabul qilinmaydi offlayn tarzda. Meni faoliyatimda endi. Agar avtomatik tarzda onlayn tarzda yuborilgan murojaat rad etilishi u bazalarning o'zaro integratsiyasi orqali bo'lishi mumkin. Shunda javob. Bu ikkinchi savol. Bu ikkinchi savol edi. Ikkinchi savolga o'tavering. Mobil guruh tarkibiga kimlar kiradi? Beshinchisi. To'rtinchisi. To'g'ri. Mobil guruh tarkibiga kimlar kiradi? Ijtimoiy xodim bevosita ishtirok etadi bunda, mobil guruh tarkibida. To'g'ri. Savol shuni bildingizmi yo bilmadingizmi? Mobil guruhlar tashkil etiladi. Inson markazlari qoshida aslida. To'liq tarkibida bilmayman, lekin ijtimoiy xodim ishtirok etishadi. Ozgina Savol berdim. mobil guruh. Keksalar qayta baholashda mobil guruh bor. Orqada shularni monitoring qilishdi mobil guruhlar. Disiplinlar guruh. Multidisiplinlar guruh tashkil etilgan. O'shanda ijtimoiy xodim baholasa, yana mobil guruhda ham ijtimoiy xodim baholasa bo'ladimi? O'zi disiplinlar guruhda asosan sho'ba tomonidan amalga oshiriladi.
katta yoshlar sho'basi, sho'ba rahbari tomonidan asosan ishtirok etmagan. Qayta baholash bor ular. Hmm. Qayta baholashda ijtimoiy xodim ishtirok etdi, to'g'ri, har chorakda. 6 oylikdagi monitoring guruhi bor-ku. Unda ham ijtimoiy xodim qatnashsa bo'ladi. Yo'q, katta yoshlar sho'ba mudir qatnashadi asosan. Yana kim qatnashadi? Inson markazi direktori bevosita Inson markazi direktori kiradi. tasdiqlaydi. O'tgan murojaat bo'lmasin. Qatnashmaydi, tasdiqlaydi. Bu keyin savol o'tir. Vazirlar Mahkamasi 654-sonli qarorida qanday holatlarda rasmiy nikohi mavjud bo'lsa-da, turmush o'rtog'i oila tarkibiga kiritilmaydi? Nomimiz to'rmidi? Hmm. Eshitmadim, nima bo'ldi? To'rga. Javob berdi. Rasmiy nikohi mavjud bo'lsa, turmush o'rtog'i oila tarkibiga kiritilmaydi. 654 ekan. Oila tarkibiga. Keyingi savol. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida prokurorlarga nima taqiqlangan? Bitta. Prokurorga. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida prokurorlarga nima taqiqlangan degan savol bor. Prokurorlarga. Qo'shimcha savol. Qo'lni to'g'ri. Keyin savol chiqdi. Katta yoshliklar bo'yicha. Mana faoliyat bo'yicha. Katta yoshliklar bo'yicha. Qaysi yo'nalish topshirayotganingizni bilasizmi? Katta yosh olish. Qayta baholash deganni tushunar ekansiz. Qayta baholash qanchada o'tkaziladi? 3 oyda bir marta. Maqsad nima? Yakka yolg'izlikka olingan o'sha assistentlar biriktirilgan fuqarolar ularning jismoniy va ruhiy holatida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga har 3 oyda bir marta qayta baholashlar amalga oshiriladi. 6 oyda bir marta o'sha shu'ba mudiri tomonidan multidisplinar guruhlar tashkil etilib, 6 oyda bir marta yetakchi mutaxassisning faoliyati ham shu bilan baholab boriladi bevosita. Ishlar natijasi. Mana shu keksalarga xizmat ko'rsatamiz. O'sha asosiy maqsadimiz nima? Nima uchun xizmat ko'rsatamiz? Keksalargami? Hozir Xizmat ko'rsatib, balog'amiz yo'q, to'g'ri? Faqat maqsadimiz bor. Nima uchun maqsad ko'rsatamiz? Nima uchun xizmat ko'rsatamiz? bevosita O'zbekiston Respublikasi ham ijtimoiy davlat hisoblanadi. Asosan ijtimoiy davlatda nima yuzaga keladi? Birinchi navbatda aholiga, fuqarolarga ijtimoiy ish tashkil etilgan davlat, o'zi ijtimoiy ish tashkil etilgan davlat ijtimoiy davlat hisoblanadi. Ijtimoiy ishni tashkil etishdan davlat maqsad, asosiy ko'zlangan maqsad fuqarolarga to'la-to'kis ravishda xizmat ko'rsatish. Katta yoshlar, yakka Aynan o'sha katta yoshdagilarga nima maqsad? Nimaga xizmat ko'rsatamiz biz? Reyestrdagilarga deylikmi, reyestrdagilar. Nima uchun biz maishiy xizmat ko'rsatamiz? Nima uchun mana shu yangi xizmatlar joriy qilamiz? Ijtimoiy himoyaga olamiz bevosita, shuning uchun. Maqsad borda, mana bu maqsad faqat borib unga xizmat ko'rsatib, uyini tozalab, ovqat pishirib, bir narsa qilib berish maqsad emasda u. Endi ularni asosan jamiyatga qo'shish, kimdir nima deydi, yotog'ida bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Unga bevosita ertava moslamasi yordamida ko'chaga olib chiqib, sayrga olib chiqish mumkin. Uni bevosita aholiga qo'shish kerak. Uni ijtimoiylashuvini ta'minlash kerak. Asosiy qo'yilgan maqsad. Oshirishimiz kerak. Mustaqil bo'lishga har tomonlama yordam berish kerak. Bundan tashqari tibbiy ko'riklar yo'lga qo'yilgan. Asosiysi yordam berish aholiga insoniylik jihatdan. Savol bo'lmish. Savollarga e'tirozlar? Savolga e'tiroz yo'q. Mayli, salomat. Rahmat.
Shahlo Kirsin keyingiz. Rahlo keyingi nomzod kirsin, keyingi nomzod. Boshqarma katta yoshlikda sho'basiga mansublarni tugadi. Undagi lavozimimiz Sangitta tumani inson ijtimoiy xizmatlari markaziga bolalarni ijtimoiy huquq himoya qilish sho'basi bosh mutaxassisi lavozimiga Ergasheva Surayyo Faxriddin qizi. Keling, Zangittaga Mhm. bitta bilet torting sanasi. Marhamat, biletni o'qib, sразу siz javob berib ketavering. Qani chiqsam bo'ladi? o'ttizinchi biletni. Ergasheva Surayyomi? Nechinchi 30? Bilet 30. Boshlang. Demak, birinchi savol 13-moddaga asosan liliputlar va pakanalarga pensiyalar qanday tayyorlanadi debdi. Liliputlar va pakanalar bu o'sha nogironligi bo'lgan, agar shartlarni oladigan bo'lsak, imtiyozli shu birinchi, ikkinchi guruh bo'ladigan bo'lsa, nafaqa tayinlanadi, chunki liliputlar va pakanalar. Aniq javob bilasizmi yo'q? Bilsangiz bilaman, nima bo'lsa. Deyingiz. Yuridik shaxslar murojaat qilganda qanday rekvizitlar bo'lishi kerak debdi. Nimalar? Yuridik shaxslar murojaat qilganda qanday rekvizitlar bo'lishi kerak debdi. Bilasiz?
Teng. Vazirlar Mahkamasining 654-son qaroriga ko'ra yoshga doir nafaqa daromadga Nazorat vaqt bo'lsa kirsin, bolalar shubhasi. daromadga hisobga olinadimi debdi. Yoshga doir nafaqa daromadga hisobga olinadimi degan. Yoshga doir nafaqada o'zi o'sha staji agar 7 yildan kam bo'ladigan bo'lsa, avtomatik chiqadi. Unda menimcha daromadi o'zi staji yo'q bo'ladi ularni. Savol boshqacha. Savolni o'qing. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra yoshga doir nafaqa daromadga yoshga doir nafaqa daromadga hisobga olinadimi? Oilaga kirib kelayotgan daromadlarda hisobga olinadimi deyaptimi shunda? Mana nima ish qilasiz hozir? Ijtimoiy xodim. Ijtimoiy xodimsiz. Bitta fuqaro reyestriga bola puliga topshirsa, olayotgan daromadlari hisoblanadi. Xuddi shu savoldek. Nafaqa daromad hisobga olinadimi? Nafaqaga daromad hisobida o'tadimi deyapti-da. Qanchadan oshib ketsa belgilanmaydi. Hozir iste'mol savatchasi 669 ming. Bu daromad, to'g'rimi? Daromad. O'shani so'rayapti. Daromad sifatida o'tadimi yo'qmi nafaqada? Tushundingizmi endi savolni? Qandan beri ijtimoiy xodim ishlaysiz? 5 oy. 5 oy? Oilaga kirib kelayotgan o'sha har bir daromad hisoblansa kerak. Yo'q. Teng savolga to'g'ri. Ijtimoiy xodimning asosiy nechta vazifasi mavjud? qilib beraman degan. Nechta vazifa bor? Umuman ijtimoiy xizmat nechta o'zi? Kecha Nechta olib ishlar kelamiz deganda, men olib keltiraman desam, men kerak emas, men qilib beraman. Bor kompyuterim, Eng savol. bola ham qo'shimcha. Nechinchi savol edi bu? To'rt. Ikkinchi savolga to'g'ri. Urush va mehnat faxriylari uchun Respublika ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markaziga yana qaysi toifadagi shaxslar qabul qilinadi debdi. Bunda Bu Saxovat uyi. Saxovat Yangi uyida. nomi shu. Kimlar qabul qilinadi? ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markaziga o'sha ruhiy kasalligi bo'lmagan, birinchi darajali qarindosh urug' bo'lmagan, o'sha uy-joyi, lekin o'sha o'zini daromadiga, ya'ni pensiya olish. To'g'ri. Keyingi savolga to'g'ri. Nechinchisi edi bu? 5 miydi? 4-5 2ga javob berdimda. Ga javob bermaysiz. Javob berdim. Qanaqa savol? Qo'shimcha savol beringlar. 2 nima edi? Yuridik shaxslar murojaat qilganda qanday rekvizitlar bo'lishi mumkin deyapti. Bu nimaga asosan? To'g'riga ham javob berdim. Qo'shimcha savol berib ko'ringlar. Qo'shimcha savollar bormi? Bolalar to'basi qaysi qarorlar asosida faoliyatini olib boradi? Qaysi qarorlar? O'sha vasiylik homiylik 2014-yildagi o'sha belgilangan qarorlar o'qimadim. Qancha savol berdingiz? Ijtimoiy xodim bo'lsangiz bilishingiz kerak. Nima bildingiz? Surayya. Ishlaring ko'proq ishlashlaring kerak, o'qishlaring kerak. Masalalar muhim. Qaysi mahallada ishlayapsiz? O'zbekiston mahallasi O'zbekiston mahallasi nechta nogiron bor? 50 ta, Nechta shundan bolalar? 14 tasi. 14 ta bola qayerdaligini bilasizmi hozir? 14 ta bolani o'sha PTPK bo'yicha yaqindan surishtirdik, hammasiga telefon qilib, maxsus maktabda bittasi keldi anaqaga. Yo'q. 14 ta bola hozir qayerda? 14 ta bola hozir uyida, ertaga maxsus maktabda o'qish boshlansa boradi. 14 ta hammasi maxsus maktabda. Endi men telefon qilganlarim shunaqa. O'sha xulosani olgan, joylash. Necha kishiga telefon qildingiz?
5 kishiga telefon qildim. Qolgan Mahalla oltitani ham bilmaysizlar. endi o'tdimda, dushanba kundan ish boshladim. Dushanba kuni ish boshladi. Endi o'sha ro'yxatni oldim, nechta har bir kontingent. Oldin mahalla bo'yicha ko'ramiz. Nogironlar soni ham 50 ta deb. Точно aytildi. Yangiyo'l tumanida O'zbekiston mahallasida Siz agar men siz o'rningizda bo'lganda, misol uchun shu O'zbekiston mahallasida 63 ta misol nogiron bor. Shundan bolalar 20 ta, 20 ta bolam hozir 10 tasi asfaltda ko'radi, qolgan 5 tasi ota-ona qarordi, qolgan 5 tasi kuduz barashdan naq qilamiz. Qolgan kattalarda mana rasvoga qilgan beradi. Bosh savolmi? Olmayapsizmi? Olmayapti. Shahlo keyingisi kirsin. Bilmaydi biladi. Yangiyo'l tuman bolalar sho'rasiga navbatlarimiz tugadi. Ichidagi lavozimimiz Bo'stonliq tumani inson ijtimoiy xizmatlari markazi. Katta yoshliklar va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan ishlash sho'basi yetakchi mutaxassisi lavozimiga Baymetov Nodira Zohidjonova. O'tiring, beraman. hammasiga javob berish kerak. Uchtasiga ham Bo'ston. Bir chekkadan o'qib, javob berib Men bilganim. o'zmisiz? Yo'q, Nodira. Baymetov Nodira. Ha, Nodira. Nechinchi bilet? 33 bilet aka. Birinchi savol O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-bobi qanday nomlanadi? Ikkinchisi murojaatlarni qanday tartibda ro'yxatga olinadi? Uchinchisi ijtimoiy xizmatlar qanday prinsiplarga asoslanadi? To'rtinchisi inklyuziv ta'limda o'qilish. Necha yoshdan homiylik esa necha yoshgacha belgilanadi? Murojaatlar umumiymi yoki faqat ijtimoiy sohada qabul qilinadi? Murojaatlar qanday tartibda ro'yxatga olinadi deyilganda? Umumiy. Murojaatlar o'zi 33-savol. Yo'q, ikkinchi savol ekan. Murojaatlar o'zi asosan 3 xil tartibda bo'ladi. Yozma, yozma ariza shaklida, keyin elektron portallarga murojaat qilib, murojaatlar qoldiriladi. Keyin ular qanday tartibda ro'yxatga olinadi degani, prezident portallariga murojaat qilganlar tegishli tashkilotlarga yo'naltiriladi. Kirish nimasi bilan daftarga ro'yxatga olinib turib, tegishli odamga, tegishli tashkilotga yo'naltiriladi murojaatlar. Anonim shakldagi murojaatlar bo'lsa, ular ko'rilmaydi yoki qayta bir xil shaklda
murojaat shakli turiga qarab turib qayta takrorlanadigan murojaat bo'lsa, ular ham murojaat nima qilib qoldiriladi, ko'rilmasdan qoldiriladi. Yozma shakldagi ham, og'zaki shakldagi murojaatlar va elektron portallardan kelgan murojaatlar ham hammasi tegishli tartibda ko'rib chiqiladi. Elektron qanday tartibda ro'yxatga olinadi? O'zi nima deydi, portallari elektron nimasi bor, bazasi bor edi. Biz ijrochimiz shug'ullanadi ko'prog'i. O'sha portal bazadan olardi, bizga berardi. Endi portal nomini ko'rsatsam, bazasini nomi esimda yo'q. O'sha elektron ro'yxatga olinadi lekin. Keyin 4-savolga berib ko'raychi. Hozir nechinchi yil javob bergan? Ikkinchisi edi hozir. Birga aniq qilmadi. Yo'q, birga to'g'risini aytsam, Konstitutsiyaning 11-bobi esimga kelmadi. Endi nechinchi savol? 4-siga berib ko'ring. Inklyuziv ta'limda o'quv dasturlari qanday tuziladi? Inklyuziv ta'lim bu o'sha alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni o'qitish tartibida inklyuziv ta'lim alohida nima qilib o'qitiladi, chunki ommaviy tartibda oddiy bolalar bilan o'qitilmaydi. Inklyuziv ta'lim yo'q, adashdim. Inklyuziv ta'lim oddiy bolalar ichiga qo'shib o'qiladi, чтобы bolalar anaqa nima deydi, oddiy bolalar ichiga qo'shilsin degan maqsadda inklyuziv ta'lim tashkil etilgan. O'quv dasturlari bo'lsa, o'sha tegishli tartibda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan dastur chiqariladi, adashmasam. Chunki Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi tomonidan inklyuziv ta'lim o'quv dasturlari chiqariladi. Inklyuziv sinf bilan inklyuziv guruh nima farqi? Inklyuziv guruh va inklyuziv sinf. Inklyuziv guruh, inklyuziv sinf. Inklyuziv guruh va sinf. Inklyuziv guruhda bir yoki ikki kam sonli bolalar o'qiydi, adashmasam. Inklyuziv guruh bo'lsa, menimcha bu alohida ehtiyojga ega bo'lgan turdagi bolalar o'qiydigan maktab internatlarida o'qiladigan guruhlar deb o'ylayman. Shu bo'lsa agar o'rganishsa. Vasiylik necha yoshdan? 5-savol. Necha yosh homiylik necha yoshgacha belgilanadi? Vasiylik Nechinchi savolmi? 5-savol edi. Vasiylik hozir 4-savolga javob berdim. Inklyuzivga 5-si vasiylik necha yosh, homiylik necha yoshgacha belgilanadi? Vasiylik adashmasam, homiylik vasiylik 14 yoshgacha. Bilmadim. Bilmadim-da. Nechinchi savol? 5-savol edi. 3 qoldi. Ijtimoiy xizmatlar qanday prinsiplarga asoslanadi? Endi to'g'risini anig'ini bilmayman, lekin harakat qilib ko'raman bunga ham. Chunki ijtimoiy xizmatlar deganda mana hozir topshirganman, yo'nalishim katta yoshdagilar va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan ishlash bo'lmayman-da. Shundan kelib chiqqan holatda bu nima deydi, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki o'sha nima deydi, yolg'iz keksalardan hozir bo'lib topshirgan nimamdan kelib chiqib, yolg'iz keksalar yoki boquvchisini yo'qotganlar yoki nima temir daftarda va nima kam ta'minlangan oilalar ro'yxatlarida turadigan yoki nima deydi, o'sha ijtimoiy markazlar tomonidan nima subsidiyalar oladigan xodimlarga ko'rsatiladigan xizmatlar. Qanday prinsiplarga asoslanadi? Shu javob bilmadim lekin. Qo'shimcha savollar beringlar. Savol. O'rganib boruvchi muhtoj shaxslar bor. O'shaga nimaga ijtimoiy maishiy xizmat ko'rsatamiz? Maqsad. Hozir Prezidentimiz 171-sonli qarorlari chiqqan. O'sha unda hayotga
dastur ishlab chiqildi. Hayotga faol hayotga qadam edi. O'sha dastur asosida 5 ta yangi xizmatlar qo'shilgan. Bu degani bunda xizmat turlarida keksa yoshdagilarga yoki boquvchini yo'qotganlarga xizmat ko'rsatishni ham borib o'sha nima deydi, qarab turish, Maqsad maqsad anaqadan olib chiqish, o'sha nima deydi, yuqoriga olib chiqish edida, turmush tarzini og'ir ahvoldan faol hayotga olib chiqish maqsad. Og'ir sharoit yoki tushkunlikdan olib chiqish edi. Savollarga e'tiroz bormi? Yo'q. Endi men o'zimni soham emas, chunki pedagogman, rayonda ishlaganman. Bu Hozir ham o'sha rayonda ishlaysizmi? yo'q, hozir uydaman. Uydamisiz? Ishlaganman. Hozircha bazadan chiqarilmagan ekanda, o'sha bo'yicha olib So'raysizdan chiqarish. chiqarish bo'yicha ishlaganman. Bazadan chiqarishmagan bo'yicha o'sha Yaxshi. bo'yicha turibman. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Qadriga. Shahlo keyingisi kirsin. Keyingi nomzodimiz Bo'ron Jo'rayeva Dilnoza Gamberdilar. Yo'ldan takliflarning Jo'rayeva Dilnoza 90-yil Bo'stonliq tumani Toshkent shahrida tug'ilganman. Sharqshunoslik institutida xorijiy mamlakatlar iqtisodiyot fakultetini bitirganman. Undan keyin fan texnologiya qo'mitasida kichik ilmiy xodim bo'lib ishlaganman. Undan keyin bolalar qilib, keyin yana ikkinchi mutaxassislikka topshirib, psixologik pedagogikada o'qidim. Hozir yana sekin ishga qaytish niyatim bor. Biletimning nomeri 8. Birinchi savolim, murojaatga javob qanday shaklda beriladi? Hamma savolni birinchi o'qib chiqaymi? Siz yo'l bilan bo'ladi, bo'lmasa keyingisi bo'ladi. Murojaatga javob hozir ikkinchi savolga o'tib qolaylik. Nafaqalar to'lash qanday holatlarda to'xtatiladi? Nafaqalar bolalar nafaqalarimi misolga? Umuman общий nafaqalar to'lash. Umumiy nafaqalar to'lash, pensiya nafaqasi oladiganlar dunyodan o'tganda bolalar nafaqasini to'lash, nafaqa otasi misol uchun yoki daromadi oshganda, nimadir sotib olganda o'zlariga daromadi oshganda nafaqalar to'xtatiladi. Uchinchi savol, inson ijtimoiy xizmatlar markazi ijtimoiy xizmat ko'rsatish jarayonida qanday yondashuvdan foydalaniladi? Ijtimoiy xizmatlar markazi, ijtimoiy xizmatlar. Qonunga asoslangan holatda qonunga tayanib shunaqa xizmat ko'rsatiladi. 4-chi savol, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz muhit nima? Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz muhit deb men o'ylayman, ular ham hozirgi zamonda hamma bilan teng huquqqa ega, korxonalarda ishlash huquqi bor. Ularga berilayotgan yordamlar, misol uchun har sog'lom insonga o'xshab xohlagan tashkilotlarda ishlash, hech qanaqa to'siqsiz ishlash shunaqa deb o'ylayman.
to'siqsiz muhit. 5-savol. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik shakllarini sanab bering. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik shakllari bu oilada birinchi bo'lib ota-onasidan ko'rayotgan tazyiq yoki bo'lmasam hozirgi davrda ko'p ommaga chiqayotgan bog'chalardagi tazyiq, Shakllari sanab bering. Bog'chada qanaqa tazyiq bo'lyapti? urishib, bolalari endi baribir hamma bolalar o'zimiz bilamiz, kimdir yig'loq, kimdir aktiv, kimdir giperaktiv bo'ladi. Shunga bog'cha opalar bunga ham qarash kerakda, unga moslashgan bo'lish kerak. Urishib ursa nima tazyiq, qanaqa tazyiq ekan? Jismoniy. Urishib urgani jismoniy tazyiq hisoblanadi. Baqirib chaqirgani bu ruhiy tazyiq, zo'ravonlik deb aytiladi. Yana qanaqa turlar? Ruhiy, jismoniy, iqtisodiy, bu уже atalan tazyiqga o'tib ketdi. Bunaqasi yo'q, manzarada. Iqtisodiyda. Birinchi savolingiz ham qolib ketgan-a? Murojaatga qanday shaklda javob beriladi? Bu murojaat misolga ijtimoiy xodimga murojaat kelib tushsa, u arizasini qabul qilib oladi. Keyin o'zini kerakli yo'nalishiga yo'naltirib, undan yozma javob olib, bu murojaatga qanday shaklda javob berilishi shakli yozma, og'zaki degan ma'noda ketyapti-da, yoki shunaqa ma'noda javob olish mumkin. Qo'shimcha savollar ham. Katta yoshdagilar bo'lishini xohlasa, besh faqat Nima qilish kerak deysiz? katta yoshdagilar shubasi topshirmasa, Katta yoshdagilar shu deb shu yo'nalish bo'yicha nimadir o'rgandingizmi? Qanaqa topshirish? katta yoshdagilarga o'rgangan narsalarim man umuman o'zim ularni bilmaydigan narsam, katta yoshdagilar yolg'iz yashovchi keksa, yolg'iz keksalarga bo'linar ekan. Men farqini bilmasdim buni. Hozir o'rgandim. Yolg'iz yashovchi keksa bu farzandlari bor, lekin farzandlari uzoqda bo'lgan keksalar hisoblanar ekan. Yolg'iz keksa bu o'zi umuman farzandsiz, turmush o'rtog'i hech kimsiz bo'lgan keksalar hisoblanar ekan. Yana hozirgi nimada 80+ nima bor ekan, dasturi, u 80+ dasturida murojaat kelib tushadi, arizani qabul qilib, kimdir qaruvchi, 80 yoshdan o'tganlarga misol uchun qaruvchi kerak bo'ladi-ku. Uni uyda kelini misol uchun ishlamaydigan bo'lsa, shu yoshi katta 80 dan o'tgan uydagi qaynotasi yoki qaynonasiga qarab turib, o'ziga staj ketib ham ishlayotgandek, ham bularga ham o'ziga foyda qilishi mumkin. Hozirgi kunda ishlamayapsiz-a? Hozirgi kunda yo'q, ishlamayman. Lekin judayam insonlarga yordam berib shu sohada ishlagim keladi. Xohlayapman judayam. Mutaxassisligingiz nima shu? Birinchisi xorijiy mamlakat iqtisodiyoti fakultetida Koreya Respublikasi bo'yicha mutaxassisman, koreyashunos. Ikkinchisi psixologiya pedagogika, psixolog. Savol bor? Yo'q, men savollarga yetkazyapman. Yo'q. Salom. Rohat qo'ying. Tarjimaga sog' bo'linglar. Salom alaykum. Shahlo keyingisi kirsin.
Keyingi nomzodlar Bo'ron Farhod O'mitboyevich. Yosh turibdi. Nechinchi bilet? 39 bilet. To'g'ri, qo'yamiz. Birinchi savol. Gender huquqiy ekspertiza deganda nima tushunasiz? Siz keyin savol o'qib ketursangiz bo'ladi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun ijrosidan kim nazorat qiladi? Hammasini o'qib chiqaymi yo savol? Yo'q, bilsangiz savolni o'qib turasiz, javobni aytib ketavering. Birinchi bu gender huquqiy ekspertiza deganda bu ekspertizani Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqariladi. Aslangan bo'lishi kerak. Reytingga kelmadi. Birinchida turgan. Keyingisi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun ijrosidan kim nazorat qiladi? Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun ijrosidan kim nazorat qiladi? Menimcha Oliy Majlis bo'lsa kerak-da. PQ 267-sonli qaror bo'yicha ijtimoiy karta ochishni xohlovchi pensionerlar uchun qancha miqdorda to'lov undiriladi? Sonli qaror bo'yicha ijtimoiy karta ochishni xohlovchi pensionerlar plastik kartalarni aytyapti, shunaqami? Yo'q, ijtimoiy pensionerlar uchun qancha miqdorda to'lov undiriladi? Endi bunga to'lov undirilmaydi. Eng to'rtinchisi maxsus sharoitlarga nimalar kiradi? Menimcha ko'proq bu maxsus sharoitlar deganda iqtisodiy tomonda insonda yashash sharoiti, masalan o'sha daromadi, bir oylik daromadi masalan bir oy yashash sharoitiga yetadimi, yetmaydimi? O'sha masalan nechta farzandi bor oilada, o'sha oilasini yeb ichishiga, kiyinishiga, yurishiga o'sha narsa topayotgan daromad yetadimi, yetmasligi maxsus sharoitlarga kiradi o'sha. Beshinchisi, muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish. Yashash joyiga ega bo'lmagan shaxsni reabilitatsiya qilish markazining asosiy funksiyalari nimadan iborat? Markaziy reabilitatsiya qilish markazining asosiy o'sha muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar ko'proq yetim bolalar bo'ladi-da, ota-onasini yo'qotgan bolalar, menimcha yetim bolalar bo'ladi. Ularda yashash joyiga ega bo'lmagan, keyin ularga davlat tomonidan sharoit o'rganib chiqilib, ularga uylar beriladi-da, davlat tomonidan, davlat byudjetidan uylar beriladi, yashash joylari beriladi. Ko'proq shu voyaga yetgan tartibda bo'ladi, ko'proq masalan detdom bolalarni detdomxonadan keyin kollejlarga joylashtiriladi oldindan. Bizlar kollejda ishlaganman, kollejlar joylashtiriladi, keyin kollejlarda ularga vasiy biriktirilardi o'qituvchilar tomonidan. Masalan 10 ta bola bo'lsa, har bir bolaga bittadan o'qituvchi vasiy biriktirilib, ularga davlat byudjetidan pul ajratilardi. Endi ular hali voyaga yetmaganligi uchun o'sha vasiylar bor-ku, o'sha davlat ularga berilgan oyliklarni o'z ehtiyojiga kerak bo'lgan narsa bilan nazorat qilib boriladi-da. Keyin ular tugatgandan keyin oila qurish kerak. Oila qurish uchun uy-joy bilan ta'minlangan bo'lish kerak. O'sha paytda o'sha o'qituvchilar tomonidan kerakli hujjatlarni nima qilib rasmiylashtirilib, uy bo'yicha borku zaifga berilardi-da.
Menimcha ko'proq shu deb o'ylayman. Endi undan tashqari balkim nogironlar bo'lishi mumkin. Masalan, uy joyi bo'lmagan o'shalarga, kam ta'minlangan oilalarga, keyin ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan odamlar agar uy joylari bo'lmasa, ularga davlat tomonidan o'sha reabilitatsiya qilish markazining asosiy funksiyalari bo'lsa kerakda. Shu fikrim shunday deb o'ylayman. Shu 5 ta savol. Yoshligiga keldi siz. Ha. O'zgalar qarashga muhtoj shaxslar bor. O'zgalar qarashga muhtoj shaxslar. Sho'ba nomini nima qildi? Ular topshirgan yo'nalish sho'ba nomi. Katta yoshdagilar og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan ishlash sho'ba korxonasi bosh mutaxassis, sho'basi bosh mutaxassisida meniki. Shu katta yoshdagilar o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar bilan bevosita ishlaydi. O'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar deganda nima tushunasiz? Ular o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan shaxslar deganimizda voyaga yetmaganlar. Ular muhtoj, ular voyaga yetmaganlar. Keyin nogironligi bor. Masalan, mustaqil yurolmaydigan nogironlar bo'ladi-ku, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan shaxslar. Ularga maxsus odam biriktiriladi, qarovchilar biriktiriladi. Ularga ham borku, davlat tomonidan nafaqa ajratiladi-da. O'shalarga hamda o'shalar deb tushunaman-da. Nogironlar o'zga voyaga yetmaganlar. Savollarga e'tirozlarmi? Rahmat, biletni beramiz. Sog' bo'ling. Javobini Shahlo keyingi kirsin. Siz qayerga? Katta yoshdagilar boshqa yetakchi bo'lasiz. Siz familiyangiz? Nazar qilasiz. Nazar qilasiz. Bilet oldim. Bilet oldim. Nechinchi bilet? 96 yil. Bilet 96. Ha, 47. Amsterdam. Anfal. O'qib javob beraman. Normativ huquqiy hujjat tushunchasi, turlari, o'zaro nisbati hamda kuchga kirishi haqida gapirib bering. Normativ huquq hujjatlar bu har bitta yo'nalishlar bo'yicha joriy etilib, davlat tashkiloti rahbarlari tomonidan chiqariladigan har bir yo'nalish bo'yicha o'zaro chiqarilib, ular bo'yicha muassasalarda tegishli yo'nalishlar bo'yicha joriy etiladigan huquqiy hujjatlar tushuniladi. Prezident qarori, farmoni, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmonlari, buyruqlari bularni ichiga kirib, quyi bo'g'inlarga, demak, joriy etilishda agentlik yoki vazirliklar strukturasiga qabul qilingan yo'nalishlar bo'yicha buyruqlar joriy etiladi. Ular kuchga kirishlari o'sha qabul qilingan kundan boshlab boshlanadi. Farmon kim tomonidan chiqadi? O'tiring. Nogironlik nafaqalari kimlarga tayinlanadi? Nogironlik nafaqalari o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan birinchi va ikkinchi guruh nogironlik bo'lgan shaxslarga nogironlik gruppasi belgilangan kundan boshlab tayinlanadi. Yana kimlar? Birinchi, ikkinchi guruh. Yo'q, 18 yoshgacha bolalikdan nogironlarga nafaqa to'lab berilmaydi. Ularni onalariga parvarishlash bo'yicha nafaqa to'lab beriladi.
Mahallalardagi ijtimoiy xodimlarning vazifalari nimalardan iborat? Mahallalardagi ijtimoiy xodimlarning vazifalari ijtimoiy himoya tizimidagi, demak, ijtimoiy himoya qatlamiga ega bo'lgan shaxslar, misoldan o'z yo'nalishlari bo'yicha, demak, o'sha nogironlarga ijtimoiy yo'nalishlarda, demak, nogironlar nafaqasi yoki bolalar puli bo'yicha kelib tushadigan arizalarga javob qaytarilishi yoki общий o'sha inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan olinadigan, demak, 104 turdagi arizalarda mahallalarda ushbu kontingentlarga to'g'ri keladigan shaxslardan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga qaysi kasallik turidagi bolalar qabul qilinmaydi? Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga o'zim taxminim yuqumli kasalligi mavjud bo'lgan bolalar qabul qilinmaydi, manimcha. Nechinchi savol edi? Bu 4-chi savol edi. Keyingisi. PTPK ko'rigi o'tkazilishi haqida qonuniy vakillar qanday xabardor qilinadi? Tak, PTPK ko'rigiga, demak, fuqaro murojaat qilganda o'sha ko'rik topshirish bo'yicha ularning telefon raqamlari PTPK komissiyasida qabul qilingan bo'ladi. Telefon uyali aloqa vositasi orqali ma'lum qilinadi. Kuni va soatigacha SMS xabarnoma ham jo'natiladi. Shu asosida fuqarolar xabar topib, PTPK komissiyasidan o'tish uchun kerakli hujjatlari bilan komissiyaga taqdim qilinadi. Hozir Bo'ka tumanida Katta yoshdagilar bo'yicha sho'ba mudiri. sho'ba rahbarimi? Qachondan beri? 2023-yil 16-noyabrdan beri Uy qayerda? Bo'ka tumanida. Ertaga kelib ketishda muammo bo'lmaydimi? Masofa. Yo'q, qatnayman. Boshlanishiga endi bir oycha qatnab turmoqchiman, keyin shu yerdan uy yurish. Toshkentda ham uylar bor, qaysi uy yaqin? Savol bor? Yo'q, hozir. Savollarga e'tiroz yo'qmi? Aha, borar kabinetga javob beradi. Alo. Salom. Yaxshimisiz, yo'qsiz? Shahlo keyingisi kirsin. Alo. Shahlo keyingisini kiritinglar. Tutgan 3 odam turibdilar, kirayotganimda. Alo. Salom alaykum. Bizda emas-ku ular. Hop. Siz qayerdan tushgan edi? Kim nima ma'lumot Bormi yana? Bittasi uni qilib Kim? Jasur aka shubasiga. Bolani nimadir ma'lumot olmadi. Bo'layotganmi? Oxungan tuman. Jasur aka, nomzod kiradi. Mana so'rab ko'raman, tuman shahardan so'rab ko'ramiz. Hozir mana
Esda yo'q. Son mingta tushadi ta'sir bo'yicha. Bunlar tarifi bo'yicha. Nima? Senga ta'minot. Siz tugatamiz suhbatni, nomzodlarimiz tugadi. Agar suhbat jarayonlari tugagan bo'lsa, belgilangan tartibda nomzodlarni shaxs kabinetiga yuborish kerak javoblarni. Xo'p, bo'ladi. Faqat qisqa muddatda qilish kerak. Muddat oshib ketsa, keyin chiqib telefon qilib bezovta qilishga to'g'ri keladi. Rahmat. Rahmat. So'z so'ting. Rahmat. Sog' bo'linglar.